Hürmetlik vatandaşım, Turan Efendi, mening ahirgi leksiyamga e'tibor bergaysiz. Shundaqla mening leksiyalarim qarshi emas, qarita inkas sezayotgan vatandoshlarımga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shu munosabat bilan bugun men sizlarni mundaq bir mavzuga jalb qilaman. U bo'lsa-mu sizlarga ma'lum 2016-yil Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatida o'tkazilgan cho'ng saylam intayin jiddiy, intayin keskin saylam bo'ldi. Oxirida prezident Trump saylamda o'tib chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlariga prezident bo'ldi. Shunga mushu saylam vaziyatlardan bo'libmi prezident Trump zodi qandaq odam, qandaq prezident degan mazmunda tayyorlangan leksiya va nutqlarni endi sizlarning havolanglar bo'yicha yoki telefonlar bo'yicha masalan Turan apandining telefoni bo'yicha vatandoshlarga topshiramiz. Tahlil qilib vaziyatdan, siyosatdan xabardor bo'lishinglar mumkin. Endi bu yerda bu leksiyani so'zlagan kishi yoki nutqda so'zlagan kishi ayni chog'dagi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasining boshlig'i Gingrich, Navbat Gingrich apandi. Şuna bu doklad yoki bu leksiya bugun ikki qism, kechiringlar. Ikki qism leksiya allaqachon Amerika Ovozi radiosining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Men har ikkilisini tayyorladim. Bugun sizlarga birinchi bo'lib bu leksiyani birinchi qismini anlatamiz. Mavzu: Gingrich Prezident Trump va Trump izmini tushuntirdi. Prezident Trump og'dirish xarakterli kuchga ega dedi mavzuliq maqola 1-oyning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Donald Trump qasam berib vazifaga o'tirdi. Lekin uning odatga o'xshamaydigan so'z iboralari, qiliqlari, harakatlari davlatning ichki qismida uşaq söz ibarlarını paydo qilganligini ifodaladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasining sobiq palata boshlig'i Navbat Gingrich Prezident Trumpning vazifaga o'ltirishning oldi keynida Washingtonda bir qator leksiyalarni so'zlab, u o'zi taniydigan Prezident Trumpning ish izlarini va u tushungan Trump izmini bayon qildi. Prezident Trumpning ro'yi urg'ib turdi. Og'dirish xarakterli kuchga ega. Navbat Gingrich mundaq hisobladi. Prezident Trump 2016-yil saylamda o'tib olib prezident bo'ldi. Uning prezident bo'lib saylanishi Amerika tarixidagi davr bilgich namoyanda bo'lib qoldi. Bir tarafda kechiringlar, koni siyosiy tuzum, yana bir tarafda yangi tartib. Balki Prezident Trumpning kuchli xarakteri bu davr bilgich namoyandani reallikqa aylantirdi. Washington Amerikani buzg'unchi xarakterli siyosiy davriylikdan iborat bir siyosiy tuzumga batirib qo'ydi. Washington Amerikani buzg'unchi xarakterli siyosiy davriylikdan iborat bir siyosiy tuzumga batirib qo'ydi. Prezident Trump mana shu siyosiy tuzumni buzib tashlaydi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Sen ko'rib olishing kerakki, Prezident Trumpning 3/1 aloyidligi Prezident Jacksonga o'xshaydi. Uning og'dirish xarakterli kuchi bor edi. Prezident Trumpning yana 3/1 aloyidligi Prezident Rooseveltga o'xshaydi. Yaqindagi Rooseveltdan burunqi Rooseveltni ko'zda tutyotdi, o'xshaydi. Uning ro'yi urg'ib turadi. Prezident Trumpning yana 3/1 aloyidligi P.T. Barnumga o'xshaydi. Uning qoyil qilish kuchi bor edi. Barnum 1810-yildan 1891-yillar oralig'ida yashagan odam. Yillardagi Amerikaning siyosiy arbobi, Amerikada serik umikini qo'rg'uvchi kishi edi. Gingrich Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasining 50-navbatlik palata boshlig'i bo'lgan. Bu yerda xabarning ichida Gingrich apandi qayta turishtiryapti. Shuni kechiringlar apandilar. 2012-yili Cumhuriyetçiler
partiyasidan saylamga qatnaşqan. Şu leksiyani so'zlayotgan Gingrich apandi to'g'risida ketyapti gap. 2016-yildan boshlab Gingrich prezident Trumpning yuqori darajalik maslahatchisi bo'lib kelyapti. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump intayin alayda tarixiy xarakterlik odamdir. O Prezident Trumpning zarba berish kuchini ta'riflab mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning e'tiqodi shuki, sen uningga hujum qilsang, u sana darhol zarba berdi. Demak, buning ma'nosi sen menga chaqilsang, men sening adviyangni beraman degandek gap. Demak, nima deydi Gingrich apandi? Prezident Trumpning e'tiqodi shuki, sen uningga hujum qilsang, u sana darhol zarba berdi. Prezident Trump harbiy ladak keskin harakat qildi. Prezident Trump harbiylarda keskin harakat qildi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Trumpning iqtidori uning hayot sarguzashtlaridan kelgan. O New Yorkda yashaydi. Harbiylashgan maktabda 5 yil o'qidi. Shuningdek, shu kundan boshlab o o'zining harakat va rahbarlik qilish kuchini tarbiyaladi, o'stirdi. Shunga u harbiylarda keskin harakat qildi. Prezident Trumpning ikkinchi alohidaligi shirkat qurishdan, savdo tijoratdan kelib chiqqan. Shunga amaliy ishlashni qo'g'lishdi. Nazariy narsalar bilan ancha kari yo'q. Gingrichning 3-chi alohidaligi kerak bo'lganda maqsadga yetish uchun tushunishga tegishli tarafdan intayin samimiy o'rganadi deb ko'rsatdi. Gingrich Prezident Trumpning 3-chi alohidaligi sifatida kerak bo'lganda maqsadga yetish uchun qarshi tarafni intayin to'g'ri tushundi deb ko'rsatdi. Gingrich yana mundaq ko'rsatdi. Umuman o New Yorkda qurilish savdogari edi. U Wall Street'da pul muomala sohasida ishlamagan. Shunga o ko'k yaqiliq ishchilar bilan qanday suhbat qurishni yaxshi biladi. Gingrich yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump pragmatizmchi, ideologiya bilan harakat qilmaydi. Pragmatizmchilar pokni izlab topadi. Shuningdan keyin nazariyani izlab topib, nazariya orqali pokni hal qiladi. Prezident Trump fuqarolar bilan bevosita fikr almashtira oladi. Uning siyosat maqsadi ish beshiga urilishish, ishga urilishish. Uning siyosiy maqsadi ishga urilishish, ya'ni ishga urilishish. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump solchilarning ilm sohasi matbuotning hujumiga uchirdi. Solchilarning ilm sohasining matbuotning hujumiga uchirdi Prezident Trump deydi Gingrich. Lekin xalqning huquqi tahdidga uchirdi. Uning nutq so'zlashi Abraham Lincolnning nutq so'zlashiga o'xshaydi. O nutq so'zlaganda jumhuriyatchilar an'anasi bo'yicha ifodalaydigan murassachilik, yo'l qo'yish, apu so'rash deydigan narsalar, hodislar uning nutqida ko'rilmaydi. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Men Prezident Trumpning nutq so'zlashini ko'rdim. 1861-yildagi Lincolnni o'ylab qoldim. Prinsipda murassallashmaydiganligi aniq bayonot qildi. Bir taraf tashlab o'tgan vatanparvarlikni joriy qildirishni murojaat qildi. Prezident Trumpning nutqlarida deb ko'rsatdi Gingrich apandim, nurg'un joylarda Abraham Lincolnning ro'yi gavdalantirildi. O bir qancha qatam davlatning huquqi xalqqa mansub deb ko'rsatdi. Gingrich ya'ni Prezident Trumpning Thatcher xonimga o'xshaydigan nurg'un yerlarni tilga elib ko'rsatdi. Endi bu leksiyamizning davomini keyingi leksiyalarimizda anglaysizlar. Gingrich apandining umumyuzlik Prezident Trump to'g'risida va Trumpizm to'g'risida so'zlagan nutqi leksiyasi 8 parchada ekan. Bular davomli tarjima qilinib Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilinishi mumkin. Bu hozir davlatning ichki qismi, ichki saylam davridagi fikrlar ustida ketyapti. Balki tashqi siyosat to'g'risida Gingrich apandi Prezident Trumpning siyosati to'g'risida to'xtalishi mumkin. Biz davomli sizlar bilan birga, hurmatli vatandoshlar.